Hammaga salom. Bugun sizlar bilan readingning ikkinchi darsini olamiz. Ya'ni bizlar lesson guys, okay? Lesson bugun sizlar bilan tak 5-si va reading darsini bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Reading darsining ikkinchisini olamiz guys. Okay, qaraymiz. Bugun sizlar bilan shu tekstimiz haqida ekan. Okay. Sizlar ozgina kattaroq ko'rinsin. Okay, qaraymiz. Birinchi bo'lib sizlar bu bizning tekstimizni blurdi. No, bu literature emas, guys. Bu literature emas. Вот, o'tgan darsimizdagi literature passage emas. Okay. Xo'p. Bu literature passage emas, guys. Okay. Literature passage emas bu. It's not literature. It's gonna be social, okay? Social, scientific, yeah, social emas, scientific просто, guys. Sorry. Bu просто bizlarda bo'ladi. Nu, o'chirib tashlashim kerak bular. Okay. Xo'p, bizlarda nima bo'ladi bu tekstimiz? Scientific. Scientific darsimiz bo'ladi bu. Ozgina scientificroq. Okay, bu bizning blogimiz. Blog deb nomlanadi, guys. Okay. No, yozib qo'ydim. Hozir bizlarda tekstimiz unchalik ko'rinmay qoldi, shuning uchun o'chirib tashlayman. Okay. What's happening here? Tak lastik oldim. Ishlamay qoldi, guys. Okay. Ishlamay qoldi, okay. Let me just leave here. Okay, qayta kirdim, guys. Okay. Hop. Ishlasa kerak, guys. Okay, qaraymiz. The question of what with null results. Null results nima degani, guys? Okay. Null results bu degani qandaydir past ball, shunaqangi no pastroq ball degani. Okay, let me just quickly qaranglar. Sizlar kirasizlar, keyin hozir aytaman. Tak. Wisdom'dan ham yozsanglar bo'ladi. Wisdom bilasizlar. Wisdom. Wisdomga kirasizlar. Wisdom dictionary'ga. Kirganlaringizdan keyin yozasizlar. Null. Bekor. Вот, aytibmanki past ball, umuman keraksiz ball devaman, ana shu. Man yaroqsiz, amalda qilinmaydigan, xuddi shunday. Okay. Xo'p. When researchers fail to see an effect, okay, bular ko'rinmay qoldi. Okay. That should be detectable has long been hotly debated among those conducting medical trials. Okay. Where their results can have a big impact. Lives and incorporate the bottom lines. Hop, hozir bizlar o'qiganimizda nimalar bo'ldi, guys? Okay, let me just highlight here. Highlight qilib ketaversam bo'ladi, guys. Okay. No, просто highlight qilsam bo'ladi. Okay. Hop, shuni highlight qilsam bo'lar ekan. Shuni qilib. Bo'lmayapti. Okay, mayli. Tak, highlight qila olmadim. Okay, mayli. Qaranglar. Savol beryapti. Nima uchun, ya'ni bekorsiz, naqangi вообще keraksiz, amalda qo'llanmaydigan rezultat savol beryapti. Qachonki o'sha tadqiqotchilar nima desam, fail bo'ladi. То, что qanday desam, failni yana bitta yiqilmoq edi.
qanday deb tarjima qilinar edi? Fail. Yana bitta bor edi, esimdan chiqib ketdi. Muvaffaqiyatsiz. Yes. Muvaffaqiyatsiz deb ko'rishadi, to'shta o'shaning yaxshi ta'sirini to'shta aytibdi. Bunda biz bittalab tarjima qilmaymiz. Prosta shunday qilib bizlar ketamiz, guys. Okay. No, shu bugun ko'rib chiqamiz. Hop, mayli. Okay. Qaraymiz. More recently debated has spread to the social and behavior science, okay, which have potential, okay, sway the public and social policy. What's gonna sure. There were a little hard data, however, how often or why null results were squelched. Yes, it's true that null results are not exciting. Okay. Значит, то, что aytyapti, bu yerda nima deyapti? Bu nima edi? To, что hammani qiziqtirdi. To, что вот sizlarga aytyapti, bunda publicni вот qiziqtirib to и социально ijtimoiy policyni ham deyapti bu yerda. И va buni aytyapti, to, что o'shanaqa befoyda rezultat hech kimni qiziqtirmadi. Political science, o'sha Gary King of Harvard University bir bola. Okay. I suspect another reason rarely publish it. So many produce null results by messing up. Ya'ni qandaydir naqangi tuzg'inmi shunaqangilardan u вообще paydo bo'lyapti deyapti. Okay, endi bizlar hozir ko'rdik buni. Endi savollariga. Savol bu tomonda, guys. Okay, savoliga qarayotgan bo'lsak, 11-savolga qaraymiz. The passage primarily, ya'ni passage o'shaning text nima haqida ketyapti deyapti. Okay, guys. Nima haqida ekan? Okay, qaraymiz. Hop, discuss recent findings concerning the scientific, ya'ni to, что concern degani bu degani qo'llab quvvatlamayapti, ya'ni disadvantage ga shuni to'g'ri keladi. Concern sizlarga ko'rsatam. Concern. Okay, man. Aloqa bo'lmoq emas. Concern. To'xtat. Yo, men xato aytishim mumkin, guys. Xavotir tegishli emas. No, tegishli emas ekan. Okay, guys. Concerning scientific studies. Ya'ni to, что guys, okay? To, что aloqador o'sha scientific narsaga aloqador bo'lmagan narsani bizlarga discuss qilyapti. Yo'q. Haqida yo'q-ku bizlarda. A is out. Значит, chiqib ketdi. Explain a common practice is reporting. Qaranglar, guys, sizlar so'z bilmasanglar ham yechish mumkin buni. Chunki degan nima, misol uchun, prosta o'qiysizlar, discuss qilyapti ekan, deb. Prosta men bir ikkita so'zlarni bilmasanglar, o'zlaringizdan tarjima qilib ketsanglar bo'ladi-da, даже. Chunki deganda o'shanaqaga ma'nosini to'g'ri keladi. No, lekin sizlar bilan hozir kelishib olamiz, to, что sizlar har doim so'z yodlab yurishlaringizga. Okay, guys? Balki bilmaymiz, balki boshqacha tushib qolar, guys. Shu uchun ham highlight qaydandir qilsa bo'lardi, guys. Okay, let me just check. Agar qilib bo'lmasa, no, bilmayman. Okay. Explain the practice, reporting recent studies, and summarize the studies that provide the support for change.
that practice. Aha, shuni beryapti. Chunki deganda explain qilyapti. Shu odam qilgan va scientificlar o'shani scientificlar to'g'ri ilmiy o'shanaqangi tadqiqot o'tkazyapti. Ya'ni Harvard universitetidan yana nimadir deb aytdi-ku mana o'shanani praktisini to'g'ri hech kimga qiziqtirmasligi shunaqa deb aytdi. B is the answer. Okay. Qolganlarni bab tekshirib ko'ramiz. Describe the shortcomings in current approaches, so medical trials, and recommend the implications of the government. Yo, bu haqida yo'q, umuman yo'q. Qaranglar, medical tour bor bu gap. No, lekin bular haqida yo'q-da, guys. Bitta narsa haqida gap bo'lmadimi? Значит, bo'ldi. Buni javob olmaymiz, guys. Okay. D. Provide the context as a part of call of stricter control social science research and challenge publishers alter degani guys change degani. Okay, let me write. Oh my god, вообще оно гитко. Come on. Okay, change degani guys. No, change ga sinonim bo'ladi guys. Shu uchun qaranglar, to'shto o'shanaqangi qiyinchiliklar bu joyda qaranglar, qiyinchilik haqida umuman hech narsa yo'q. Значит, D is out. 21-si liniyada allow degan narsa bor ekan. O'shanga tak nima deb o'sha ma'no beradi. Okay, qaraymiz. 21. No, 21gacha просто qaytmasak ham bo'lardi. No, mayli sizlarga. Просто qilish uchun boshqasi o'tib ketdi-ku, guys. Boshqasi o'tkazdi. Oh my god. Bu nechinchi tekst ekan? Endi men tekst nechinchisiga kelib qolibman. Bunday qilay. Okay. Tak. No. Men shuni tekst qilayotgandik. Va 21. Yo, agar 21 ga kelmagan bo'lsak, hozir guys o'qiymiz. Yo, kelmabmiz. Okay. Mayli o'qiymiz. Qo'yganni. In recent study, sizlar shu yergacha tushuntirib beraman, guys. Qaranglar, bu tekstning birinchisi bizlar aytdik, qo'yamiz deb. Bu tekstga nima bo'ldi, guys? Bu tekstga main idea nima bo'ldi, guys? O'ylaymiz. No, effect. Yo, researchers degan bo'lar. Guys, effect demaylik, mayli. Okay. We're going to say No, kichkinaroq yozishim kerak ekan. No, o'zlari yozib qo'yasizlar, to'g'ri? Researchers on the null results teams. Okay, mayli. In